Timur Mahmudov, referi, jangni boshqarib boradi. Vah, qanday yuqori amplitudada bos. Raqibini parterga o'tkazgan va bo'lyapti. Nazoratni endi olish kerak. Zarba ikkinchisi, uchinchisi. Turyapti. Temurlan Merbekulu. Yiqishgan va bo'lmoqda Dahrol Xamirfez ikkinchisi. Xabgardni saqlab qolish kerak, aylanishga imkon bermaslik kerak. Yana belni nazoratga olyapti. Yana Xabgard qaytyapti va mana shu yerning o'zida hozir qarama-qarshi bo'g'ish usulini amalga oshirishi mumkin. Abbos har holda nazoratni saqlab qoladi. Yon taraflama nazorat. Noyob usullardan biri qulf solyapti, ammo birgina slam bilan qulfni yechishga muvaffaq bo'lmoqda. Abbos Qodirov, Xamirfez. Yana bir Xamirfez. Jigariga zarba, mana shu o'rtamon turgan holatda. Zada qoringa zarba, yana bir zarba. Qanday zarba yo'llayapti. Oz pastdan turib bo'sh hududni topa oldi. Sezdi o'sha yerda borligini. Tavakkal zarba emas. Tuzada zarba. Qochishga harakat qilib ko'rdi. Chiqib ketishga ammo bermayapti. Abbos bermayapti. Ushladimi? Qo'yib yubormaslik asosiy maqsad. Oyog'ini o'tkazdi bitta. Ikkinchisini o'tkazdi. Endi tanasini to'g'rilashga harakat qiladi. Mana shu yerning o'zida tanasi to'g'rilanmoqda. Back mount holatiga o'rnashib olishga urinadi va bu yerda endi zarbalar yo'llash mumkin. Va katta zarbalar. Bo'ldi. Jang yakuniga yetmoqda do'stlar. Jang yakuniga yetmoqda. Abbos Qodirov umuman imkon qoldirmayapti raqibiga. Umuman. Kardiosi, dinamikasi, tayyorgarligi yuqori darajada ekanligini ko'rsatdi Abbos Qodirov va mana shu qarama-qarshilikda g'alaba qozonmoqda. Demak, diqqat qiling, ushbu jangning rasmiy natijasini e'lon qilamiz. Uning birinchi raundi 3-daqiqasi 12-soniyasida referi Timur Mahmudov uchrashuvni to'xtatdi va TKO texnik nokaut bilan g'alaba qozonmoqda. Qizil burchak Abbosbek Monspetsnaz Qodirov, O'zbekiston, Navoiy shahridan. Abbosbek Qodirov qo'li baland ko'tarilmoqda. Chiroyli g'alaba, bir nafasda bos